Buni Hazrati Anas roziyallohu anhu rivoyat qilgan ekanlar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytibdilar, kimki rizqini keng bo'lishligini yaxshi ko'rsa, dunyoda rizqi keng, rizqi tor, rizqi keng bo'ladi. Kimki shu dunyoda rizqini keng, barakatli bo'lishligini xohlasa va umrini uzoq bo'lishligini xohlasa, umrida baraka bo'lsin. Rizq kengaydimi, rizqqa umr ham bog'liqdir. Rizq ko'paydimi, umr ham o'zidan o'zi ko'payadi. Kim rizqini keng bo'lishligini, umrini uzoq bo'lishligini yaxshi ko'rsa, qarindosh urug'iga silay rahim qilsin dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Tog'a, amaki, xolalar, ularning farzandlari, aka ukalar, opa singil, aka singil, aka opalar bir-biriga mehr muhabbatlik, bir-birini holidan xabar olib, bir-birini kami ko'sini to'ldirib, bir-biridan hol nechuk deb yurilsa, Allohim bularning rizqini keng qilib, umrlarini uzoq qilar ekan.